Xo'p, bu safargi fe'limiz, ya'ni qo'shimchamiz ao notda. Demak, ao poridadan keyin mana buni o'rgatyapman sizlarga. Ao notda degani o'z-o'zidan tarjimasi ish harakatni bajarib qo'ymoq. Chunki notda fe'lining tarjimasi to'g'ridan-to'g'ri qo'ymoq. Nimanidir ustiga qo'ymoq degan ma'noni bildiradi. Xo'p, endi bu qo'ymoq fe'lini o'zi qo'shimcha sifatida yana boshqa bir fe'lga qo'shilayotgan bo'lsa, o'zi qo'shilayotgan fe'lni bajarib qo'yilganligini bildiradi. Masalan, nimadir qilib qo'yish kabi. Xo'p, bu misollarimizda o'nil sukcheril ta he novassoyo. O'nil sukcheril ta he novassoyo. O'nil bugun, sukche degani esa uyga vazifa, ta barchasini, he novassoyo degani endi hammasini qilib qo'yganini bildiradi. Bu misolimizda esa chibeso uyda, iril ishni hammasini, ya'ni ta he novassoyo uydagi ishni hammasini qilib qo'ydim. Keyingisida pyoril yeme he novassoyo. Pyo degani chipta, ya'ni poyezd chiptasi bo'lishi mumkin yoki samolyot chiptasi bo'lishi mumkin. Shu kabi, demak bizda bron qilish degani mana shu pyoril yeme hada deb ishlatiladi koreys tilida. Demak, pyoril yeme he novassoyo, ya'ni chiptani bron qilib qo'ydim degani, ya'ni olib qo'ydim, zakaz qilib qo'ydim deganga o'xshab, yeme hada endi bron qilish deydi bizda. Sizlarga tushunarliroq qilib aytadigan bo'lsam, xo'p, kyoshiril yeme yeyak he novassoyo. Yeyak degani zakaz degani. Va he novassoyo yana o'sha qilib qo'yganligini bildirayapti. Bu misolimizda ham demak ko'shil xonani zakaz qilib qo'ydim degan ma'noni bildiryapti. Demak, juda ham oson fe'l. O'sha ish harakatni qilib qo'yganligini, ya'ni tugatganligini bildiradigan fe'l hisoblanadi.